Tekin saytga kirganimizdan so'ng mana Humo Arena'da mana 25 aprel kuni 2026-yil jang bor ekan. Mana shu jangda ko'ramiz hozir. Mana yosh cheklovlari 25 aprel 2026-yil yoshlar bo'lib o'tadigan joy, shu yerdan joylar tanlash mumkin. Chipta sotib olishni bosamiz. Mana standart holatda 50 ming so'm, C-tur 110 bor ekan 70 ming so'm. O'shaga qarab ketaveradi o'zi narx qimmatlashib. Qancha qatorlar yaqin bo'lsa, oldinroq bo'lsa, uncha qimmatlashib ketaveradi. Biz masalan 50 ming so'mligini mana savatga qo'shdi bossak, mana savatga tushdi, savatga o'taman. Yuqorida oldindan boshlagan uchun ikkita chiqib qoldi. Mana o'chirtiraman mana bittasi. Buyurtma berishni bosaman 50 ming so'm bu. Mana bu joyga polni ism familiyalarim va telefon raqamlarim bo'ldi. To'lov qilishga o'tishni bosaman. Buyurtma haqida ma'lumot. Buyurtma tugash muddati 3-aprel 2026-yil. Xo'p, elektron chipta to'lov qilishga o'tish. Bitta o'tsak, mana uzunni aqlasam, ketdan pamidami deyapti. Shuni bitta bosib qo'yaverasizlar, masalasi yo'q. Shuni qilib to'lov qilasizlar. Keyin chiptalarni o'zi avtomatik ko'rinib qoladi kim tomonda. Men hozir buni o'chirib tashlayman. Buni zakaz berilmas. Sizlarga prosta tushuntirish maqsadida deyapman-da. Ko'p savollar berib olyapsizlar hamma. Hozir masalan chipta yoki paydo bo'lib qoladi keyin. Mashhurlarda men o'zim. Sal bunday chiqib olgandan keyin men chiptamizni qayda deb bunday qarorlar berilaman. Tushuntiradimmi? Mana Ermodda ham mana konsert boshlayman. Hammalarga rahmat. Salomat bo'ling.